15 yil oldin qilgan edik. Bu paytda men shogird edim. Tepasini yopaman, uzumlarni olib tashladim degan uchun uy egasi tunuka yopaman yo liksan yopaman deb bu tomonimiz 21 metr uzunligi. Eniga 4,5 metr joyimiz bo'ldi. Masofasi keng 10 metr, 15 metrgacha kaziroy bo'lsa aytaverasizlar. Bez ustun qilib beraveramiz. Konteyner mahsulotlaridan tom yopish, naves va boshqa xizmatlar kerak bo'lsa, Telegram kanalimiz opisiya va kommentariyada qoladi. Qo'shimcha ma'lumotlarni Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin. Telegram kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Mana xudo xolisa keyingi obyektimiz bitti mana. Tunukaga tayyor holat bo'ldi. Mana doimgidek materialimiz konteyner material. Mana surtayimizga 15 yil bo'ldi. 15 yil oldin qilgan edik. Bu paytda men shogird edim. Ustam bilan qilgan edim. Mana hozir yana ustalar bilan kelib bu tepasi oddiy surtay edi. Mana buzib pastga tushirib qo'ydik, to'g'ri holatda edi. Lekin konteyner material emas, devo material edi, yaltiroq. Kalta 1 metrli, 2 metr, 1 metr, 1,5 metrli temir edi. Mana roppirosi 15 yil bo'lib doim borda keldi qilib turardi. Uy egasi bilan mana shunaqa beringlar, tepasini yopaman, uzumlarni olib tashladim degan uchun tepasini olib tashab tayyor qilib olib keldik. Razmerlarni olib ketdik. Arkali qilib kaziroy qildik. Endi bu tayyor. Uy egasi tunuka yopaman yo liksan yopaman deb o'zim keyinchalik yopaman dedi. Biz tayyor qilib berdik. Kraskalarni ham o'zi qildi. Mana ko'rib turganlaringizdek, oldin rishotkalari ham bo'lgan. Devo materialidan, lentalaridan. Hozir mana nima desanglar, bu bozorda profili hozir olib kelib berdi. Shuni qo'yib beringlar beldamchi deb, beldamchi qilib dedi. Beldamchi qilib qo'yib beryapmiz. Mana hozir bu tomon ham bo'ladi. Bu tomon ham. Ertaga nasib qilsa u yog'ini ham tikkalaymiz. Bu yog'i 4,5 metr. Bu tomonimiz 21 metr uzunligi. Eniga 4,5 metr joyimiz bo'ldi. Liksanmi, tunukami qoqsa tayyor holat bo'ldi. Kimga xizmatlar bo'lsa, shunaqa xizmatlar bo'lsa, qiziq bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. Pastda nomerimizni qoldiramiz. Hozir manzilimiz Quvasoyda. Mana reykalarigacha hamma yog'ini tortib tayyorlab berdik. Mana bu sarropi bilan ustunda tegmadi. Eski holatini shunday qoldirdik. Eski holatini. Tepasiga stoka qo'ydikda. Stoka qo'ydikda. Shipirni birinchi reykasi bilan urib olib turib, ashin bilan bir xil qilib qo'ydik. Mana ko'rinib turibdi o'zlaringizga. Ertaga nasib qilsa narigi tomonga buriladi. Xudo xolasa. Bu yetimiz tayyor bo'ldi, xudo xolasa, inshaalloh. Aytaverasizlar, masofasi keng 10 metr, 15 metrgacha kaziroy bo'lsa aytaverasizlar. Bez ustun qilib beraveramiz. Uzunasi ketaveradi. Biz tunukalarini ham yopib berish xizmatlari ichida hisoblayveramiz. Faqat bu aka keyinchalik yopaman degani uchun faqat karkazini tayyor qilib, ramasini tayyor holatda qilib berdik. Tunukaga tayyor holatda qilib berdik. Mana eski to'sinlarni tushirib qo'ydik. Mana yerda yotibdi. Eski nimalarini tushirib qo'ydik. Mana reykalari ham boshqacha
temir edi. Mana tepaga faqat konteyner material bo'ldi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xizmatlar bo'lsa xizmatdamiz, Xudo xohlasa.